Mana yaxshi insonlar oq quyonchalarimizni bolalar katta bo'lib qoldi. Ko'zlar ochilib. Oppa, endi ishlasak ham bo'ladi. Ko'zlar katta, yurishni boshlagan. Mana. Onasini oldiga o'zi boradi. 7 ta. Bugun bu yog'ini borka qilmoqchiman. Mana onasini o'zi qidirib boradi. Mana shuncha qilgancha qiti nimasi bor? Keyin mana bo'lgandan keyin o'zi onasini topib, oziqlanib, o'zi harakatda bo'ladi-da. Mana shu kun bugun borka qilmoqchiman. Bu yoqlarini, oyoq ostlarini, namlarini olib, toza nima tashab qo'yaman. Oyoq osti nam bo'lmasligi kerak. Mana bolachalar yurib boshladi, oyoq chiqarib, ko'z ochilib, chaqaloqda bu ham shunday onasi shunday bolasini nima qilib katta qiladi, shunday yaxshi. Bu quyonni go'shti har dardlarga davoda. Juda toza narsa bo'ladi. Ko'chalardan bunaqa yemaydi, qo'yildan yeydi. Xuddi echkichani qanday boqasiz, shunday bu ham. Shunday qo'yildan yeydi. Mana shunday onasi toza katta qiladi. Buni go'shti ming dardga davo. Mana sahrda nimalariga, dardlarga davo go'shti. Davleniyaga go'sht nima davo. Mana yog'i bo'lmaydi. Parhez hisoblanadi go'shti. Mana shu uchun hammaga boqishni tavsiya qilaman. Uy sharoitida mana bitta quyoningiz 7 ta bola bersa, mana bolachalar 1 oydan keyin 1,5 oy, 2 oyga yaxshi boqsangiz, masalan uyda go'sht bo'ladi. Masalan, uyda bir yoshi katta inson bo'lsalar, boqib suyib bersangiz ham parhez hisoblanadi. Juda foydasi ko'p-da. Shu uchun men quyon saqlayman parhezlik uchun. O'zimning sog'ligimga ham yaxshi. Ana davleniyalarga juda yaxshi bu parhez hisoblanadi. Go'shti mazali shunday. Men ko'p iste'mol qilaman go'shtini. Juda yaxshi go'sht, vitaminlik, shunday nima. Shunday go'sht shirin bo'ladi, besuyak, shunday yaxshi-da. Mana shunday o'zi sovuq yesa, mana shunday joyini qilib taxlab ketaveradi, shunday. Issiq joy qidiradi mana. O'zi bular o'zi sovuq yesa joy taxlaydi o'zi. Mana shunday. Mana shuncha qilganchada ko'z ochilib bo'lgancha o'zi mana endi o'tni bedavuz tashlayman. Hol bularga hech nima bermadim, onalariga endi choyini beraman. Mana shunday nima qiladi? O'zi o'tni, gulni barigini, bedani barigini yeb boshlaydi mana endi. Qo'shamcha onasiga endi katta ko'z ochildi, o'zi qidirib topib harakatda bo'ladi-da bular.